Hop, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan serial qismini ko'rib chiqamiz. Buning uchun serial moduliga kirib olamiz. Biz har doim serial moduliga kirganimizda bizda ekranda shu varonka ko'rinadi va bizdagi bor lidlarni Kanban viewda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, tushuntirib o'taman. Bizda sotuvlar qismi bor serialda. Xuddi bizga tegishli bo'lgan lidlarni bizani ishlarimizni lidlar bilan bo'lgan hamma ishlarimizni ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda komandalar, ya'ni biz sotuv bo'limidamiz va bizga tegishli bo'lgan mijozlar, umumiy mijozlar bazasi. Va bizda lid qismi bor. Bu qismda veb-saytdan yoki boshqa turli xil platformalardan ulangan lidlar avtomatik kelib tushadi bu qismiga. Bizda hisobot qismi bor. Bu yoqda statistikalarni ko'rib turish mumkin. Hop, har xil chartlar orqali, misol uchun stejlar bo'yicha lidlar statistikasi va har xil variantda analitika qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, kelinglar bitta lid qo'shib, uni qanaqa обработка qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun yangi tugmasi bosiladi va biza kompaniya kiritamiz birinchi bo'lib. Agarda bu kompaniya bilan oldin ishlagan bo'lsak, kontaktda bo'ladigan bo'lsa, biz qidirib turib topishimiz mumkin. Agarda bo'lmaydigan taqdirda biz o'sha kompaniya yoki yangi lidni yozishimiz mumkin. Misol uchun Kamron degan odam chiqyapti. O'sha odamni klinikasi. Hop, agarda internet ma'lumotlarida bu klinika haqida info ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, bizga avtomatik bu yoqda kompaniya nomini topib beradi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, biz yaratish imkoniyatiga egamiz. Yaratildi. Kamron klinik. Bu yerda lid nomi klinikasi. Agarda elektron pochtasi bo'lsa yozamiz, agar bo'lmaydigan bo'lsa yozish majburiy emas. Raqamini yozamiz. Va mijozdan kutilayotgan summa. Agar bo'lmaydigan bo'lsa yozishimiz shart emas. Keyingi bu yerda mijoz taklifini o'zini xohlayotgan mahsulotlariga xohlayotgan talabiga qarab turib, keyinchalik summani taxminan kiritishimiz mumkin. Lid qo'shildi. Lid qo'shilganidan keyin hop, bizga avtomatik vazifalar yaratiladi. Hop, telefon qo'ng'irog'ini amalga oshirishni so'rayapti bizdan. Hop, ya'ni 24 soat ichida biz telefon bilan aloqaga chiqamiz. Lidga ehtiyojlarni aniqlaymiz, kompaniya profili, portfolio, referenslarini yuboramiz. Agarda imkoni bo'lsa, miting rejalashtiramiz, onlayn, offlayn. Lid manbasini aniqlaymiz, agar aniq bo'lmaydigan bo'lsa. Hop, istagan vaqtimizda o'zimizga turli xil vazifalar qo'shib olishimiz mumkin. Misol uchun plus qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Eslatma: bu mijoz bilan gaplashish kerak deymiz. Qachon gaplashish kerak? Bizda ertaga gaplashish kerak bo'lsa saqlaymiz. Bizda saqlandi. Ertaga biz profilga kirganimizda avtomatik bizga notification kelib turadi. Endi saralash bosqichiga o'tkazamiz. Saralash bosqichida nima qilinadi? Bizda yuqorida vazifalar keltiriladi. Hop, saralash bosqichida estimated budget fieldini to'ldirishimiz kerak. Ya'ni mijoz bilan gaplashilib, aynan mijoz nima xohlayotganini bilib olib, undan qancha pul tushishi mumkinligini biz kiritib qo'yishimiz kerak va kontakt kartasi to'liq to'ldirilishi kerak.
mijozdan olinadigan ma'lumotlar asosida hop texnik talablarni aniqlashtirishimiz kerak. Agar kerak bo'lsa so'rovnoma o'tkazishimiz kerak mijoz bilan. Bundan tashqari, hop sertifikatlari mavjudligini tekshiramiz. Agar boshqa оборудованияsi bo'lsa, boshqasi, ularni to'liq nima xohlayotganini aniqlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Va o'sha davr mobaynida bizda bu fildlarni, ya'ni kerakli ma'lumotlarni to'ldirib olishimiz kerak. Misol uchun boshlaymiz. Estimated, ya'ni kutilayotgan daromad shuncha deylik va bu mijoz bilan biz yil davomida ishlamoqchimiz. Elektron pochtasi bo'lsa kiritamiz. Kutilayotgan yopilish davri. Agarda bu bo'yicha ma'lumotimiz bo'lsa kiritishimiz mumkin va lead prioriteti, ya'ni juda yuqorimi, o'rtachami va pastmi shunga qarab belgilashimiz mumkin va taglar. Issiq lead bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam u xohlayotgan mahsulot bo'yicha MSK deb qo'yishimiz mumkin yoki UZ va boshqa. Hop, manzilni kiritishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun Toshkent shahri. Lavozimi vrach. Kontakt nomer bo'lsa kiritamiz. Agarda kompaniya bo'lsa kiritamiz va hamkor geolokatsiyasini ham kiritishimiz mumkin va u xohlayotgan produktni kiritib qo'yish imkoniyati ham mavjud bizda. Bizda ma'lumotlar kiritildi. Estimated summa ham hammasi kiritildi va AI tugmasini bosadigan bo'lsak, elektron pochta noto'g'ri kiritilgan deyapti. Ya'ni biz test@gmail.com deb kiritgandik. Bu tizim avtomatik aniqlab, bu email pochtasi noto'g'ri, uni to'g'irlash kerak degan taklif beryapti. Bizda saralash o'tkazildi. Endi bizda mijozga tegishli barcha ma'lumotlar bor. Biz buni taklif stajiga o'tkazamiz. Xo'p, endi bizda shu vazifa yaratildi. Quotation, ya'ni tijorat taklifini yaratishimiz kerak. Xo'p, biz Odoo'da quotation yaratamiz. Quotationni email orqali va PDF orqali yuborishimiz kerak ekan. Ya'ni 3-5 kun ichida bu narsani yaratib yuborishimizni aytmoqda. Xo'p, buning uchun biz yuqoridan takliflar bo'limini tanlaymiz va kiramiz. Va yangi tugmasi bosiladi va mijozni topib olamiz. Kamran klinikasi va unga tegishli bo'lgan ma'lumotlar kiritiladi. Bu yoqqa tijorat taklifini amal qilish muddati, yaratilgan sanasi kiritiladi va shablon, biz xohlagan produktlarni kiritib chiqamiz, ya'ni sotmoqchi bo'lgan kiritamiz. Va bizda hop produktlarni kiritdik. Hop, qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa kiritishimiz mumkin. To'lov uslublari, ya'ni kassa orqali bo'lishi mumkin, loyihalarga biriktirish mumkin bizda.
onlayn to'lov bo'lsa biriktirishimiz mumkin. Mijoz havolasi bo'lsa qandaydir havolalarni biriktirishimiz mumkin va bu qism ma'lumotlari to'liq to'ldirib chiqiladi va bizda tijorat taklifi tayyor. Agarda chegirma kiritish kerak bo'ladigan bo'lsa, chegirma qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda chegirma qo'shildi, ya'ni 10% chegirma bilan 130 million so'mlik mahsulot 117 million so'mga tushirildi. Xo'p, bizda tijorat taklifi yaratildi. Ko'rib chiqish qismini bosadigan bo'lsak, bizda veb-sayt orqali tijorat taklifini ko'rish imkoniyati mavjud bo'ladi va bu link orqali share qilishimiz mumkin mijozga va o'z xabarlarini sayt orqali yozishi mumkin. Tafsilotlarni ko'rish qismini bosadigan bo'lsak, bizga tijorat taklifini elektron variantda generatsiya qilib beradi. Ya'ni 5 daqiqaga bormasdan butun bosh tijorat taklifi tayyor bo'ladi. Bizda sotmoqchi bo'lgan mahsulotimiz bizda 130 millionlik tovarga 10% chegirma berdik va 117 million so'm bo'ldi. Mijoz ma'lumotlari, kengarigi, to'lov shartlari va boshqa hokazo ma'lumotlar. Bizda tijorat taklifi tayyor. Buni istasak PDF variantda saqlab olib yuborishimiz mumkin, istasak email orqali yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Kiramiz. Takliflar qismiga o'tadigan bo'lsak, bizda bitta tijorat taklifi tayyor bo'ldi va yuborishni bosadigan bo'lsak, bizda email orqali yuborishni so'raydi. Ya'ni biz emailni, ya'ni Kamron akani emailini kiritishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni va yuborish tugmasini bosadigan bo'lsak, email orqali xabar sifatida tijorat taklifi yuboriladi. E'tibor beramiz, AI qismi bor. Biz yozayotgan xabarni AI orqali chiroyliroq formatda yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Tijorat taklifi yuborildi va muzokara stajiga o'tdi deylik. Muzokara stajiga o'tganimizdan keyin bizda uchrashuvlarni belgilab qo'yishimiz mumkin muzokara uchun. Bu uchun yuqoridagi uchrashuv battani bor, uni bosamiz. Bosganimizda bizda kalendar chiqib keladi. Ya'ni 19-ga soat 13ga, 13:15ga va 14:15 oralig'ida biz uchrashuv belgilashimiz mumkin. Manzilni xohlasak kiritib qo'yamiz. Shaxsiy uchrashuv bo'lishi mumkin yoki ommaviy ko'rinishi mumkin. Qaydlarni belgilashimiz mumkin va saqlash bosiladi. Va bizda ushbu vaqtga uchrashuv belgilanadi. Xo'p, agar muzokara success bo'ladigan bo'lsa, ya'ni muvaffaqiyatli yakunlanadigan bo'lsa, bizda yutildi stajiga o'tkaziladi va sotuvimizni tasdiqlab qo'yamiz. Shu bilan bizda savdo jarayoni tugaydi va boshqa keyingi jarayonlarni keyingi videolarda ko'rib boramiz. Rahmat.